Menga xiyonat qilganlarni, qiyin vaziyatlarda tashlab ketgan insonlarni asl sababchisi deb kim bilasizmi? O'zim. Nomarddan ham mardlikni kutamanmi? Insofdan ham insofni kutamanmi? Ular nomard bo'lgan, ular insof bo'lgan, men ularga ishonganman. Asl aybim shunda. Hayotdan nimani olishimni unutib qo'yganman. Menga o'ylaganmanki, hayot menga nimani xohlasam shuni beradi deb o'ylagandaman. Hayot shunaqa muallim ekan, birinchi azoblab, keyin o'rgatadi. Suv qaynaydi-ku, qancha azob bilasizmi? Uni tagiga o'tin tiqasiz, o'tin qalaysiz, yondirasiz, keyin qaynaydi. Bu yaqiniga borsangiz biqir ovoz chiqaradi, lekin u nola. U nolani borib yaqindan quloq solsangiz, u aytadi: "Agar men bulut bo'lmaganimda yomg'ir bo'lmasin" dedi. Yomg'ir bo'lmaganimda yerga tushmasdim dedi. Yerga tushmaganimda nam qilmasdim, loy bo'lmasdim dedi. Loy bo'lmaganida nihol bo'lmas dedi. Nihol bo'lmaganida o'tin bo'lmasdi. O'tin bo'lmaganida meni yo'qmasdi deydi. Azoblamasdi deydi. Bu azoblar Xudo tomonidan beriladi. O'sha vaqt menga azobday bo'ladi, lekin bu azoblar sizni kuchli qiladi. Muvaffaqiyatning asl sababi shu xiyonatlar. Ular menga aslida dars bergan ekan. O'sha vaqt tushunmaganman, hozir tushundim. O'sha uchun ulardan jahlim emas, men rahmatimni aytaman. Menga xiyonat